Salam do'stlar, darsxonamga xush keldingiz. Bugun biz o'g'illarning bir necha xil qadam harakatlarini o'rganib bo'lgandan keyin, oxirida mush harakatlarni birlashtirib ishlagan bir muzikalik usul birikmasini o'rganamiz. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan qadam harakatlarining biri qaycha qadam harakati. Bu harakat mayli sahnada o'rindalsin yoki odatda turmushda o'ynalsin, xilila ko'p ishlanadigan harakatlarning biridir. Qaychi qadamning shakli sama usuldagi qaychi shakl qadamiga o'xshaydigan bo'lib, qadam tashlab badanni burab to'xtatish qaychi qadam deb ataladi. Qaycha qadam harakatida eng ko'p ishlanadigan qo'l harakatlarining birini ko'rsatib o'tay. Bir qo'l ko'krakning oldiga, ya'ni tasadduq shaklga, yana bir qo'l keyni tarafga keldi. Ondan qo'llarni qanot qo'l pozitsiyasiga kelamiz. Mushi tariqada o'ng so'l taraflar takrorlanadi. Juplab, ambur shaklda yonga siyrilib yurish, siyrilma qadam deb atildi. Tayyorlik holat, ya'ni tumarcha shaklda avval ikki tapan ichilib, barmoqning uchi juplashidi. Ikki tapan bir-biriga juplashganda putning uchi ichildi. Har bir ichilib yepilganda bir putning tapini, yana bir putning put barmog'i ko'tarildi. Mushu taxlitda harakat takrorlanaverdi. Butun badan yuqoriga tortilib, eg'irlik ikki putga takshi tushidi. Badanni tashkil tutish ham harakatni siliq qilishimiz kerak. Siyrilma qadamni o'z o'qimizda aylanib turib qilishni siypab cho'glash deb ataymiz. Siypab cho'glashning ikki xil shakli bor bo'lib, buning birisi qo'shmaq shaklda siypab cho'glash. Yana birisi mixcha shaklda siypab cho'glash. Oldidagi putning tapini yerga qo'yilishi bilan keyindagi put chekma put pozitsiyasida yerga urildi. Mushu shaklda o'ng yoki so'l taraflarga yoncha yurimiz.
Albatta bu qadam harakatidami har xil shakldagi qo'l harakatlarini birlashtirsangiz bo'ldi. Çəkmə put pozisiyasida öz oqimizda aylanamiz. Keyindagi put har qatim yerga chekilganda, oldidagi putning tapini ko'tarilib, öz o'qida keyiniga yoki oldiga qarab ilgirlaydi. Ben bugungi darslikda biz o'rgangan harakatlarni birlashtirib, bir muzikalik usul birikmasi tayyorladim. Hem bu usulning texmi jonliq, yigitlarga xos puroqda namoyon bo'lishini ko'z tutib, yosh talantli yigit Qaharjon Abluzni bu usulni o'rnab berishga taklif qildim. Qinamsi diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sahnaga chiqib, hurmat salimi beramiz. Qaychi qadam harakatini oldiga yurib, 6 qitim o'rindaymiz. Öz o'qimizda mixchi shaklda siypab cho'glash harakatini o'rindaymiz. Ondan keyiniga taq jup qadam harakati bilan yonamiz. Çəkmə qadamda cho'glaymiz. Yan tirma qadam harakatini o'qiya qo'l bilan birlashtiramiz. Ondan o'z o'qimizda yan kerak shaklda aylanamiz. Qaychi qadam harakatini qaytlaymiz. Ondan o'z o'qimizda bir aylanib, tizilib o'ltiramiz. Qas chiqarib, mo'ra etishni unutmang. Avval o'ngga, ondan so'l tarafga tapang qo'yib yuramiz. Qaychi qadam harakatlarini avval keyniga, ondan oldiga qarab o'rindaymiz. Eng oxirida o'qiya qo'l pozitsiyasida usulni tugatamiz.